Assalomu alaykum azizlar. Xabaringiz bor, GM O'zbekiston AJda ishlab chiqariluvchi avtomobillarning yangi narxlari ma'lum bo'ldi. Narxlar 25-30% ga oshgan. Bu prezident qarori asosida 1-iyundan GM O'zbekiston avtomobillari milliy valyutada sotilishi belgilangandi. Xo'sh, mazkur qaror ijrosining mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri qanday bo'ladi? Shu yo'l bilan qora bozorda dollar kursi o'sishini to'xtatish mumkinmi? Bu savolga mustaqil iqtisodchi mulohazalarini O'zA24 ga bayon qildi. Avtomobillar savdosining milliy valyutada amalga oshirilishi qora bozorda dollar kursini ko'tarilishini to'xtata oladimi? Ehtimol, lekin shu aniqki, bu dollar o'sishi cheklaydigan bir omil hisoblanadi. Nima uchun deyotgandirsiz? Chunki xaridorlar avtomobillarni xarid qilishlari uchun qayerdandir so'm topishlari kerak bo'ladi. Endi ular dollarda jamg'arib boradigan pul mablag'larini so'mga aylantirishga majbur bo'lishadi. Shunga ko'ra, valyuta bozorida dollar taklifi ortadi va mumkin qadar uning kursi pasayadi yoki bo'lmasam ko'p ko'tarilmaydi. Bu bozorning asosiy talab va taklif qonuni hisoblanadi. Bundan tashqari, agar avtomobillar birdaniga katta partiyada sotilsa, bu vaqtda dollar kursi vaqtincha tushishi ham mumkin. Bunga tayyor turing. Yana bir jihat. Dollar kursining umumiy o'sishi so'mning qadrsizlanishi demakdir. Uning fundamental sabablari bartaraf etilmasa, so'mning qiymati pasayishini to'xtatib bo'lmaydi. Asosiy sabab yuqori inflyatsiya, ya'ni tovar va xizmatlar uchun narxlarning o'sishi. Aynan inflyatsiya tufayli mamlakat ichida milliy valyuta qadrsizlanib boryapti. Bugun ma'lum bir tovarni kechagi narxda sotib ola olmayapmiz. Natijada so'mning qiymati boshqa valyutalarga nisbatan tushib bormoqda. Yana bir muhim sabab tashqi savdo sharoitlarining yomonlashuvi. Agar jahon bozorlarida eksport tovarlarimiz narxi tushsa, mamlakatda chet el valyutalari tushumi kamayadi. Natijada xorijiy valyuta qiymati o'sadi. Hozirda bizning eksport tovarlarimiz narxi yuqori emas. Shu bois eksport orqali tushadigan valyuta tushumi bilan milliy valyuta kursi qo'llab-quvvatlanmayapti. Uchinchi asosiy sabab O'zbekistonning yetakchi savdo hamkori hisoblanmish Rossiyadagi iqtisodiy inqirozdir. Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat migrantlarimiz 2014-yilgacha rublning qulashigacha bo'lgan davrga nisbatan kam miqdorda xorijiy valyuta jo'natishmoqda. Va bu mablag'larning hissasi bilan so'm qiymati pasayishini oldini olish mushkul hisoblanadi.